Andijondan Hoji akamiz bizdan o'sha bir marta texnika xarid qilgandilar. Bu ikkinchisi. O'zlari kelolmaganliklari sababli G'iyosiddin aka kelib kranni ko'rib tekshirib olyapti. G'iyosiddin aka kranni ko'rdingiz, tekshirib oldingiz. Qanday? Zo'r mashina aka, xudo xolasa. Bizga yoqdi, hamma qulayliklari bor. Ha, hamma o'sha idealniy bo'lib kelgan, to'g'rimi? Idealniy holatda, zo'r holatda kelgan. Undan oldin ham kran haydaysiz, to'g'rimi? Ha. Bir kunlik daromad qanaqa? Mana mijozlarimizga qiziq kran haydaydiganlar. Bir kunlik daromad, misol uchun, mana texnikani kranni olasizda, arendaga chiqarib qo'ysangiz yoki arendaga beradigan bo'lsangiz yoki biron joyga eng minimalniy qilib ishlaydigan bo'lsangiz, necha pul topsa bo'ladi bir kunda? Kuniga aka eng minimum narxi 4 million so'mga chiqamiz. Kunlik 10 soat ish bo'ladi. 10 soat minimum 4 million, undan yuqori. Ha. Minimum eng oxirgi narxi shu. Bu Andijondagi narx, to'g'rimi? Faqat Andijongami yoki mana Vodiy, Farg'ona? Endi O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsataveramiz. Narxini kelishib bizga qanaqa bo'lsa, mana kranchi akalarimizga jo'natib qo'yasizlar. Eng kami 4 million, 5 million so'm minimum pul topsa bo'ladi bitta krandan. Aka, kranga qanaqa to'lov qildingiz va qancha vaqt kutdingiz? Ochiqini bemalol aytavering aka. 30% boshlang'ich to'lov qildik aka. Mashina chegaraga yetib keldi degandan keyin qolgan to'lovini qildik. 40 kunda mashina qo'limizga tegdi. Mashinani men ko'rib tekshira oldinglar, o'rtoqlar. Mana sizlarga ham agar shu turdagi Zoomlion yoki XMG Sani avtokranlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizning Grand Track kompaniyasiga murojaat qilib xarid qilsangiz bo'ladi, buyurtma orqali albatta. G'iyosiddin aka, kranlar yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Yana kerak bo'ladigan bo'lsa, aka, bemalol murojaat qilavering bizga. Bundan-da chiroyli narxlarda sifatli qilib beramiz aka. Xudo xolasa. Dokumentlarni qabul qiling. Yaxshi kunlar xizmat qilsin. Sog' bo'linglar, hammaga rahmat.